2005-yildan boshlab butun Dunyo Sog'liqni saqlash tashkilotining tashabbusi bilan har yili aprel oyida respublikamizning barcha viloyat va tumanlarida, shaharlarida immunizatsiya haftaligi o'tkazib kelinmoqda. Qo'qon shahrida ham shu yilning 27-apreldan 3-may kunigacha immunizatsiya haftaligi o'tkazish rejalashtirilgan. Ushbu haftalikdan o'tkazishdan maqsad emlash jarayonida, emlash davomida bolalarimiz yuqumli kasalliklarga qarshi ayrim bolalarimiz o'rtasida ota-onalari tarafidan emlashdan bosh tortish yoki aholini migratsiyasi tufayli yoki bo'lmasam bolalarimizni vaqtincha tibbiy cheklovga tushib qolganliklari sababli emlash jarayonlariga kela olmaganliklari va ushbu haftalikda ana shu toifadagi aholimizni farzandlarini emlash bilan qamrab olish rejalashtirilgan. Ushbu maqsadda bizning sanepid qo'mita xodimlari tomonidan ham mahallalarda aholi o'rtasida immunizatsiya ishlarining samarasi, yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi, ularning asoratidan aholini qiyin holatlarga tushib qolmasligi, emlash ishlarining samarasi bois yuqumli kasalliklar bilan kelajakda og'rimasliklari muntazam tushuntirib kelinmoqda. Aholiga shuni aytib o'tishimiz kerakki, hozirgi kunda immunizatsiya haftaligidan samarali foydalangan holda aholimiz o'z farzandlarini, nabiralarini, barchalarini emlanmagan farzandlarini olib kelib emlash punktlarida shu yuqumli kasalliklarga qarshi emlashlarga olib kelishlarini va emlash jarayonida faol qatnashishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Emlash bilan biz kelajakda farzandlarimizni yuqumli kasalliklarni bilan og'rishidan, ularning og'ir asoratlaridan saqlab qolgan bo'lishadi.